Nimaga yig'layapti kelinimiz? Shunday Arslonga ukamni bersam, mehribon onamni bersam, Arslondek dadamni bersam, butun oilamni bersam sizga, siz yig'laysizmi? Mehrimni bersam, qalbimni bersam yig'laysizmi? Uyimizdan joy bersa yig'laysizmi siz? Iya. Yig'la, men sizni baxt uyga yetaklagani keldimmi? Baxtga olib ketgani keldim, asalim, jonim. Alloh bizni bittadan qiz qilib yaratgan. Mana billa opa-singil bo'lib yuramiz inshaalloh, chiroyli bo'lib. Arslondek o'g'illar bersin, farishtadek qizlar bersin jonim. Qo'y qadamli kelin bo'ling, barakali kelin bo'ling. Onam orzu qilgan, ukam orzu qilgan farishtadek kelin bo'ling asalim. Baxtli bo'ling. Bo'ptimi? Yig'lashimga yo'q. Endi bundan bari faqat baxt sizga. Faqat muhabbat sizga asalim. Hammasi Xudo xolasa o'zingiz xohlaganingizdaqa, orzu qilganingizdan ham yuqorisini bergan Allohim. Qaysi duolaringizda so'rovdingiz? Shunaqa mukammal oilanisiz, jonim. Shunaqa shirin muhabbat qaysi duolaringizda so'rovdingiz? Farishtalar tepangizda turgan ekanda, amin deb turgan ekan, jonim. O'zimman. Aylanib ketdi, asalim. Bo'ldi, badiiy qism tugadi. Yig'lashimga yo'q. Buyog'i olmayveramiz. Hammalar